Do'stlar, hammaga salom. Bugungi obzorimizda Lifan KPT 200 Sport Drift modeli bo'ladi. LF 210D modeli. Ushbu texnikamizda 200 kubli водяное охлаждение, заводской dvigatelda, teskari vilka, oldi gidravlika tormoz, ikkita po'shtirli support, ABS bo'lmaydi. Xo'p, balon razmeriga keladigan bo'lsak, 100 ga 80-17 alyuminiy diskelarda bo'ladi. Injektor dvigatel, yoqilg'i bakliga to'xtaladigan bo'lsam 12 litr, 100 km masofaga 2,5-3 litr atrofida yoqilg'i xarajat amalga oshiradi. Xo'p, orqasiga to'xtaladigan bo'lsa, mana buni amortizatorda gidravlika tormoz, bitta po'shtirli, orqa balonimizdan razmeriga to'xtaladigan bo'lsa 130 ga 70-17. Xo'p, gulishtaga to'xtaladigan bo'lsa, Euro katalizatorli, unaqa shovqin-suron bermaydi. Uzoq masofaga injektor xohlaganlar uchun, umuman shu modelni rad xohlaganlar uchun mana KPT 200 modelimiz bor. Sport Turist, Turendura emas. Turendurada oldi 21, orqasi 18 bo'ladi, spitsi diskelarda bo'ladi. Bu Sport Turist modeli shahar uchun hamda shahardan tashqari uzoq masofaga qulay bo'lgan texnika, maza qilib sayohat qilsanglar bo'ladi. Tablolarga ahamiyat beramiz. Rasvetkalari o'zgaradi. Mana qizil, bu yoqda birozovый, mana pushti, sariq, oq, ko'k, yashil almashtirsa bo'ladi o'zining vkusiga qarab. Bu yoqda to'xtaladigan bo'lsa, joystiklariga mana faralari, starter, zajganiyasi bu yoqda o'chirib yoqadigan, stop, start, stop, gidravlika mana tormozniki жидкость oldida. Bu yoqga to'xtaladigan bo'lsa, mana signal, поворотники, дальний, ближний, моргалка. Bu yoqda mana USB porti ham bor. Juda ham qulay texnika. O'rta mana sredniy noshkalari ham bor, yonida bokovoy noshkasi ham bor. Podkat chart emas. Ko'rinishiga e'tibor berasizlar. Ikki xil rasvetkada bor, qora va oq. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, bundan oldingi videolarda ham aytib borganman. Saytimizga kirib, batafsil ma'lumotlar bilan tanishsanglar bo'ladi. Xudo xolisa, kelsanglar o'zingizga mana istalgan turdagi sifatli mototexnikalarni xaridini amalga oshirsanglar bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga.